Fendan foydalanish sochga zararlimi? Fendan foydalanish o'zi aslida zararli emas, agar to'g'ri foydalansangiz. Mana sizga bir nechta tavsiyalar. Fendan foydalanayotganda birinchi o'rinda agar sizni tajribangiz bo'lmasa, birinchi marta foydalanayotgan bo'lsangiz, sizga tavsiya qilib qolamiz, haroratini eng minimalniy haroratga qo'yib olishni. Agar siz o'sha tajribali bo'ladigan bo'lsangiz, unda o'rtacha haroratda ushlasangiz ham bo'laveradi. Ikkinchisi, dushdan chiqqaningizdan keyin sochlaringiz ho'l holatida prям suv oqib turibdi. Fen bilan foydalanishni tavsiya qilib qo'yaman. Birinchidan bu juda uzoq quritasiz. O'zingizga ham ozgina noqulaylik tug'diradi. Birinchi bo'lib sochoq bilan artib, keyin fen bilan quritsangiz, maqsadga muvofiq bo'ladi. Uchinchisi, bu juda ko'p uchraydigan xatolardan biri. Hattoki yosh barberlar ham bu xatoga yo'l qo'yishadi. Soch quritishayotganda bir joyda, даже minimal temperaturada ham agar bir joyda ko'p ushlasangiz, bitta tochkaga qaratib turaversangiz, u ham soch kuydirib qo'yishi mumkin, boshni ham kuydirib qo'yishi mumkin. Shuning uchun bir joyda 2-3 sekunddan oshiq ushlanmaydi. Minimal temperaturada ham. Shuni ham inobatga oling. Ma'lumotimiz sizlarga foydali bo'ldi degan umiddaman. Keyingi roliklarda ko'rishguncha.